Yetib. Uyimi ko'cha kiyimi. Odil bugun qaysi obrazni gavdalantiryapti? Onam oldi kelgan. Zo'r. Mana yoshligi zo'r imkoniyatlar yaratilyapti. Ishlashyapti, o'zligini ko'rsatishyapti. Odamlarga yoqyapti, menimcha. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Akamni YouTube kanaliga ulanib qo'ysanglar, syomka jarayonidagi qanaqa zo'r voqealar bo'lsa, hammasini syomka qilib beradilar. Dash o'zimiz hayron qolamiz. Iltimos chiqarmang degan videolarimizni ham chiqaradilar. Bu yoq qiziq. Qiziqarlisi oldinda ko'ringlar, YouTube kanallariga a'zo bo'linglar. Boring siz. Ukamiz ham O'rgatgacha juvon. zo'r obrazda. Uka. Bir ichki bir oyoq. Deydi. Ko'rdingizmi? Deydi u. Grimyor. Bo'yi bilan ko'rsating, ayyamayli. Ko'rsating. Ya bo'yi bilan xijolatli. Har ko'rgan odamni sizga serisiz. Mana ona Ya ko'rsatmadim shuncha. Hamma ustiga yangi dasturxon qo'raylik. qarash chiqaring oyvolarga. Ketadi. O'sha qaraydi. Senariy o'qish jarayoni. O'g'illarimga singilchalar muborak bo'lsin. O'g'illarimga singilchalar muborak bo'lsin. Seni gapingdan ketyapti. Bu jon chaqaloq ismini men qo'yaman. Sinfimizda bitta yaxshi, chiroyli qiz bor. Ismi Mubina. Desa, voy, buncha chiroyli ism ekan, aylanib ketay. Ancha chiroyli. Kenaya, mana kiraveraylikmi shu yerga? Suratiga oldin kinolardan novellaning farqi nimada endi? Oldingi kinolar Endi u paytlar umuman kino bo'lmagan.